Salon yoki sartaroshga bordingiz. Xo'sh, siz ularning tibbiy ko'rikdan o'tganligi to'g'risidagi ma'lumotnomani ko'rganmisiz? Unutmang, ayrim toifadagi xodimlar majburiy tibbiy ko'rikdan o'tmasdan o'z mehnat vazifalarini bajarishga haqli emas. Bular aholiga xizmat ko'rsatadigan muayyan dekorativ kasb egalaridir. Ya'ni faoliyati oziq-ovqat mahsulotlari va ichimlik suvni ishlab chiqarish, saqlash, tashish va realizatsiya qilish, bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish, aholiga kommunal va maishiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan kasb vakillaridir. Qaysi shifokorlar ko'rigidan o'tiladi? Xususan, terapevt, psixiatr, narkolog, teri-tanasil kasalliklari ko'rigidan o'tishlari, shuningdek, zaxmga va boshqa yuqumli kasalliklarga qon tahlillarini topshirishlari va ishning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq bo'lgan boshqa tekshiruvlardan o'tishlari kerak. Aholiga xizmat ko'rsatadigan muayyan dekorativ kasb egalari bir yilda 2 marotaba va og'ir mehnat sharoitida, ya'ni ishlab chiqarish zavodlarida ishlovchilar esa bir yilda 1 marotaba tibbiy ko'rikdan o'tishlari kerak. Xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish korxonaga tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tibbiy profilaktika muassasalari tomonidan, agar ular mavjud bo'lmasa, hududiy davolash profilaktika muassasalari yoki shartnoma asosida ish beruvchi tanlagan tibbiy profilaktika muassasalari tomonidan amalga oshiriladi. Tibbiy ko'riklar yuqumli va parazitar kasalliklar, kasb kasalliklari, zaharlanishlar hamda ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar yuzaga kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida o'tkaziladi. Tibbiy ko'rikdan o'tish xodimning huquqi emas, balki majburiyati. Agar xodim ko'rikdan o'tishdan bo'yin tovlasa yoki tekshiruvlar natijalari bo'yicha tibbiy komissiya tavsiyalarini bajarmasa, ish beruvchi uni ishga qo'ymaslikka haqli. Agar xodim navbatdagi majburiy ko'rikdan o'tmasa, ish beruvchi uni ishdan chetlashtirishi shart. Ishdan chetlashtirish buyruq bilan rasmiylashtiriladi. Ko'rsatilgan sabablarga ko'ra ishdan chetlashtirilgan davrda xodimga ish haqi hisoblanmaydi.